Salohiyatım bu cho'ng temaga eslatishga to'shmaslik mumkin. Men universitetni bitirgan oddiy bir oila ayoli. 10 yıldan beri asasen bal terbiyeleş bilen bulup uyda ügengenlerimden o üniversite ügengenlerimden paylanıp kılamaganlığım için unuttum degendek yangi bir narsa ügendim desem şu bir Türkçe ügengen buldum, bir Kur'an okuşunu ügengen buldum. Ondan başka pek çoğun dep ketgidek bir işler bulmadı. Sebebi nima degende mende bir ilaqa meninki hayatımni ya bo'lmasa o'zimning shaxsiyatimni taraqqiy qildirgan bir aniq bir nishon bo'lmaganligi uchun tirishdim, to'xtab qolmadim o'rganishdan, ammo keyinga chekinmay bir xilolatni saqlab qoldim deyalayman 10 yildan beri. Toki o'tgan yili yozda partiyaga yo'ldoshim bilan birga kirgandan boshlab bu haqiqiy endi o'ylanishga boshladim-da. Bu mening nishonim nima endi? Bu qadamni oldim. Bundan keyin endi men nima qilishim kerak? Men nima ish qila olayman? Deganlarni izchil o'ylab keldim. Eng boshda tariximizni o'rganmasak bo'lmaydi ekan deb men burildim. Endi dadam tarixini bilmagan odamdek bechora bo'ldi. O'zining aslini kimligini unutdi degandek nurg'un gaplarni qilgan bo'lsa-mu, jiqiliqa o'qisam unutib qoldi ekanman degan bahona bilan o'qimabdi ekanman. Shuningga men partiyaga kirgandan keyingi tunji hissiyotim, pushmonim shu tarixiy kitoblarimizni bek yaxshi o'qimaganligim bo'ldi. Shuning bilan boshda Sharq Turkiston tarixi degan kitobdan boshlab o'qishga boshladim. Shuning bilan men nima bugungi temamni shu Sharq Turkiston tarixi, ya'ni Muhammad Emin Bug'ra Hazratim degan shu bizniki inqiloblarimiz, kurashlarimizga, mustaqillik kurashlarimiz qatnashgan ham shu kitobni yozgan bizniki qarinishimizniki shu kitobda yozgan bir o'zimdan o'qigan bo'lsam, mana bir diqqat qilib anglasanglar. Endi Sharq Turkistonniki bu kunlarga qilishdagi asosliq mas'uliyati Sharq Turkiston xalqiga oiddir degan bir jumla bor. Shu kitobning 366-betida. Chunki bir millatning taraqqiy qilishi va baxt saodatga erishishi u millatning tabiiy ehtiyoji bo'lib, buningga erishish uchun millatning o'zi zo'r tirishchanlik va fidokorlik ko'rsatish lozim. Bu tabiiy ehtiyoj va hayotni qo'lga keltirish yo'lidagi barliq qiyinchiliklarni yengish uchun har doim tayyor turish kerak. Har qanday balo musibat oldida birlik, barobarlik va hamkorlik ko'rsatib, qiyinchiliklarni yengish millatning bo'yindagi muqaddas bir farzidir. Mushu Qur'on o'qigan vaqtimda men nima ish qilishim kerakligini bilgandek bo'ldim. Men bir oddiy ayoldim, mening 3 bolam bordi, kichikdi. Men aran bir qatmaydigan bir kasbni o'qib qoldi ekanman, u ishlamaydi ekan degandek hech birsi bir bahona bo'lolmaydi ekanda. Tamam, men o'rganganlarim qatmasa men yangidan bir narsa o'rganishim kerak. Masalan, ingliz tili, kompyuter yoki ashunga o'xshab ketadigan boshqa men hozir shu da'voga lozim bo'ldi ekan deb qarab his qila olganimcha bir yangi narsa o'rganishim kerak bo'ldi ekan. Shuning bilan 4-5 oy men o'ylangan bo'ldim. Ikkinchi betga o'tsak, mana bilamiz, har qanday bir qavm o'zini o'zgartmoqchi, Alloh ularni o'zgartmaydi. Surayda shu oyat keltirilgan, oyatda imlo xatolik bo'lib qoldi, kechiringlar qardoshlar. Degandek hammalarninki hozir ko'zlari yosh, yuraklarimiz zardob, hammalar har kuni bir filmning ichida yashayotimiz deyalayman. Addisimdanmi bir kunda necha qitim o'zim xiyolimda uydagilarim bilan paranglashma, uydagilarimni aslayman, shu bolalik vaqtlarimni shulardan birga kechirgan vaqtimni filmda ko'z oldimda o'tab turdi-chu. Menimcha men 90% jazm qilaman, hammalar shu hayotda yashayotimiz. Bu bek tas. Ondan keyin o'zimizdek ojiz his qilyapmiz. Bu psixik jihatdan bizni bek tugashtirib bordi, umidsizlik boshlab qo'yadi. Endi musulmon bo'lganligimiz uchun Allohni shu o'ylab turib, Allohningki umidsiz bo'lmanglar degan buyruq bo'yicha umidsizlanmaslikka tirishyapmiz. Lekin yanalam bizningki shu bo'lib muhojiratdagilar nayt hozir bir deymiz, psixikimiz buzilgan, nima qilishimizni bilmayotgan, kimga agishni, nimani qanday qilishni bilmayotgan holatga kelib qoldik. Nishonni tiklagan taqdirdami uni
o'rlash uchun nimalarni qanday qilish kerak degandek ishlarni o'ylag'idek bir hozir psixik holatimiz ko'pinchimizda yo'q bo'lib qoldi. 3-chi betga o'tsak. Bo'libmi Turkiyada bu turmushning bismi intayin ig'ir ekan. Men bu Turkiyaga kelgandan keyin his qildim. Faqat Turkiyadagi yashaganlar buni eng to'liq his qila oladi ekan. Iqtidorliqlarmi iqtidoriga loyiq qimmat yaratolmaydigan, tirishqanlarmi tirishqaniga loyiq ajr ololmaydigan, lekin barakat bor ekan, yani alhamdulillah. Ammo bir jihatdan odamni turmushningki halakchiligidan boshqa narsaga bosh ko'tarolmaydigan qilib qo'yish nimasi bek yuqori ekanda bu muhitningki. Rasmga qaraydigan bo'lsak, menimcha malla ko'rib tushundinglar buni. Bizningki hozir har bir Uyg'ur ayollar bo'lsa, shu rasmda ko'rsatilgan ayoldek hammaga yetishimiz kerak. Masalan, men o'zimni misol qilib olsam, men bolalarimga Uyg'urcha o'rgatishim kerak. Men bolalarimga musulmon bo'lish sifatimiz bilan kichikdan tortib, islom dinimizning aqidalarini o'rgatishim, tushuntirishim. Bu oila tarbiyasi bek muhim deymiz. Shularga diqqat qilishim, ezib shu har vaqt. Ondan boshqa maktabningki turk tili o'zining tili emas, uningga yetakchilik qilishim kerak. Mening kichik bolam 3 yosh, cho'ng bolam 9 yoshda. O'tir yana 7 yoshlik bolam bor. Bularning hammasi noyati tarbiyaga muhtoj vaqtlari. Bu mening emas, butun shu muhojiratdagi butun Uyg'ur ayolningki shu qilayotgan ishlarida shu davlat yashayotgan tilini o'rgatish kerak, bir tarafda yetaklab hamroh bo'lish kerak bolasiga, savodoshlari bilan yekilinib qolyaptimdi, qimmatimdi, ashil jihatdan, ro'y jihatdan madad berish kerak. Qur'onni o'rgatyapmiz, masalan. Uyg'urchani cho'qim o'rgatmasak bo'lmaydi. Bizningki o'rgatishimiz kerak bo'lgan narsalar bekchiq. Ondan boshqa ayollarnikini sansamchiq, erlarnikini masalan nurg'un besim bayna ko'tarilmay tal chiqib ketib bordi. Erlarniki men hozir his qilib yetalayman. Ajoyib cho'ng besim. Ayon tarafda vatandagi qarindoshlar uchun bir ish qilmasam bo'lmaydi deb shunaqa deyishdi, buni biz qilyapmiz deb turib shu da'vo qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Bir ish qilsa qo'lda deb turpinib ketib qolgan qarindoshlarimiz bor. Hammasi bir tarafdan onu o'ylasa, yana bir tarafdan ko'zim o'ldilab turgan farzandlar bor. Ularningki hamma ehtiyojlarini joy-joyida qilish shu erlar nazarida yuklangan. Bu bek ig'ir mas'uliyat, bek ig'ir vazifa. Endi mushunda bir besimni olsa biz qaysi nishonni tiklab, uni qanday qilib boshqa achqimiz deyishimiz mumkin. Ammo biz majbur boyam qilay abzasini o'qiganimdek biz baxt saodatga erishish uchun vatanimiz mustaqillikqa erishishimizdak biz baxt saodatga chetel turib erishamayotganligimizni men to'nib yetdik deb qarayman. Ammo biz yekinimizcha dunyoning neriga borsak, shuningga biz cho'qim vatanimizni mustaqil qilishimiz kerak deb men shu islam shu hamma sepdoshlarim shu yo'lni tanladik, shu nishon tiklandi, loyiha o'tirib qo'yildi, planlar qo'yildi, qadam bosqichlari aniq deyildi deb shu yo'lni tanlab mangdik. Unda bo'lgandan keyin biz hamda cho'ng nishonimiz tiklandi. Cho'ng nishonga bo'lgan loyiha tuzildi. Endi bir shaxs bo'lish sifatimiz bilan biz o'zimizning tirishchilik va fidokorligimizni ko'rishimiz kerak ekan. Shuningga men keyindagi betga o'tsak, gapimga qaytib kelsam, men shu partiyaga kirib 4-5 oy shu tarix kitobini o'qigan bo'ldim. Ondan keyin ma'lum kitoblarni o'qigan bo'ldim. Mencha bu kitoblarni ish vaqtidan ko'p kishilar degan kitobni o'qiganlar mencha jiq. 2 qism Uyg'urcha tarjima qilindi. Ondan keyin Nuralininki 860 soat degan kitobni o'qiganlar bor. Ondan keyin men o'tirdagi kitobni balki o'qiganlar jiq bo'lmasligi mumkin. Men bu kitobni tavsiya qilaman. Har qaysi kitobxonlarda bor. 10 liragacha atrofda sotadi. Endi shunchalar besimning ichidan biz qanday qilib shu besimni yengib, bir nishon tiklab, qadamni olamiz degan vaqtimizda biz ayollar o'ylashimiz mumkin, mening vaqtim yo'q, mening bolalarim bek ushoq, men yetishmayman deyishimiz mumkin. Erlarmi men bu xizmatimdan boshqa vaqtni arayolmayman
Hazırın başqa iş qarayanmayman. Masalan, şu partiyandaşlardan başda qıladıdı. İşçi qılğanğa adam yo'q qo'yadi. Әмәле yetişemeyotganligimizni his qilyapmiz-ku. Lekin endi biz cho'qim o'zimizni zo'rlashimiz kerak. Har birimiz qo'limizdan kelishicha fidokorlik ko'rsatmasak, bu qilayotgan ishimizni olg'a bosmaydi. Shuning bilan bu ish vaqtidan ko'p kishilar degan kitobda Xalid bin al-Validninki musulmon bo'lib 5 yil ichida 12 ming kilometrlik safarni besib, shu Fatih janglarini qilganligini butun dunyo islom tarixida nomini qoldirib ketganligini o'tirib qo'ydi. Demak, o'sha insonlar nima uchun shunchalar qisqa vaqt ichida shunchalar zo'r ishlarni qila oldi? Buning javobi ular kechani kunduzga o'ldi, oz uxladi, ko'p g'am qildi, ko'p jasorat ko'rsatdi, Allohni ko'p o'yildi, Allohning umidini kesmadi. Undan keyin eng muhimi qilmoqchi bo'lgan ishi ularni uxlatmoqdek darajada cho'ngdi degan natijaga erisha olamiz. Faqat bu Xalid bin al-Valid emas, boshqa biz taniydigan ismini bilgan barliq shu dunyodagi mashhur shaxslar nomiga ilingan Uyg'urlar mashhur shaxslarga yozilgan butun bizniki olimlarimiz kechiring. Bizniki butun olimlarimiz oz uxlaganchu. Kechiringlar. Ovozbek bo'shab ketdi. Bolam meni makirib oldi. Kechiringlar. Bolam 3 yil shog'an ekan. İşte qoldi. Demak, ish vaqtidan ko'p kishilar degan kitobni va boshqa nurg'un kitoblarda shu bizningki mayli sahobalarimiz bo'lsin, mayli boshqa urush qahramonlarimiz, doiyalarimiz, mayli adib yozuvchilar, san'atkorlar hammasi oz uxlaganligini o'tirib qo'ydi ekan, ko'p terishganligini, o'zininki yuksak bir nishonni tiklab, shuning uchun terishganligini, shu nishoni uchun yetish uchun ularninki uyqusining kamligidek darajada shu daraja terishganligini, oxirida tarix betidan o'rin olgan dunyoni o'zgartganligini ilgari surdi-chu. O'tirdagi kitobdimi shu, faqat ahmoqlar 8 soat uxlaydi degan bu kitob bek yaxshi yozilgan kitob. Men buni tavsiya qilaman. Bu kitobdimi bizni shu hozir masalan bu kitobda shu ilmiy yo'sinda statistikninki o'tirib qo'yayotganini deydi-chu. Bizni 8 soat uxlamasanglar, sizlarning belininglar, miyanglar ziyonkashlikka uchraydi deb shu xil nimaga an'anaga bo'ysundirayotgan, ishondirayotgan debchu. Bu kitobda u 8 soat emas, insonning faqat kuniga 4 soat uyquninki yetarli bo'lganligini, kun chiqish bilan kun ketish vaqtidagi uxlagan uyquninki aksicha badanga ziyonli bo'lganligini ilgari surdi-chu. Shundoqla bu kitobda yana shu nishoningiz qancha cho'ng bo'lsa, sizni shu nishonga yetish uchun miyingiz uxlatmaydi. Shuning bilan siz oz uxlaysiz, ko'p vaqtga erishasiz. Shuning bilan siz amkin nishonga yetish jarayonida boshqalar uxlayotgan vaqtida siz nishoningiz uchun tirishgan bo'lsangiz, muvaffaqiyat qozonasiz deydi. Bu kitobda men degan odam bir dadasidan qolgan doktorxonani boshqargan doktor odam. Oxiri dastur qilib oxirida men so'zlashib odam kishilar menga kirib shu nurg'un safarlarni qilish orqali Ovoz yo'qolib ketdi. Halo. Endi kelyapti. Shu safar qilish jarayonida u odam oz uxlashga va'da berib, yenib chiqib oz uxlab, andan keyin shu o'zining doktorxonasidagi butun doktorlarni safarbarlik keltirib, dunyoning hamma yerlariga taratqizib, shu doktorlikni texnik voyaga yetkazib, egallab kelishga avatib, ajoyib zo'r bir natija yaratdi-chu doktorlik sohasida. Ya'ni shu ishni qildi, ya'ni shu oz uxlab terishish orqali. Ondan keyin 8760 saat degan kitobni hammalar o'qigan bo'lishingiz mumkin. Har 15 minutdan bir tilla, bir tanga hisobida hisoblab, siz har kuningizni ashyolarga bo'lib qilib beqing, siz bir kunda siz qancha pulingizni yo'qotasiz debchu. Bosh o'tkazib o'tgan har bir
minutunuzni siz bila olasınız deb üretken bir usullar var, bu vaqt xatirlash usullari. Bundan foydalansak bo'ldi. Demek oğlum, biz terishishga majbur ekanmiz. Terishimiz deydiganmiz, endi bu besimlanishdan vaqt, qisqa vaqtni ishchidan biz yana vaqt chiqarishimiz kerak bo'ldi. Nima demoqchi o'g'lim, birisi nishon bo'lish kerak, yana birisi oz uxlashimiz kerak. Har bir minut bo'sh vaqtimizni bir ish qilish uchun planlashimiz kerak deganni men ilgari surmoqchiman shu kitoblarni so'zlash orqali. İnşallah dek temadan chetnab ketmayotganini tushuntirish jarayonida keyingi betga o'tsak. Masalan, endi bayonnozni so'zlayapman, nishon deb. O'sha yerda men bir qancha misolga nishonlarni tuzdim, o'zim bilgancha. Masalan, bir yil ichida tariximni boshqa so'zlab bera oladiganligimga yetaman. Qur'ondan 10 pora yodlayman. Siyasetga kitobdan 5 parcha o'qiyman va yakum yillik kirimimni 25 ming liradan 40 ming liraga oshirman. Bu yil oktabrdan kelar yil oktabrgacha ingliz tili o'rta saviyaga yetaman. Bu naydi bir konkret tuzilgan bir nishon. Albatta biz musulmon, ayatining bo'lganligimizni bilmaymiz. İnşallah Allah xohlasa shunday qilaman deb tuzsak gunoh bo'lmaydi. Kuchli musulmonni har vaqt bizni kuchli musulmon bo'lishga targ'ib qildi bizning dinimiz. Shuningga, masalan, plan tuzgan vaqtimizda, nishon tuzgan vaqtimizda, undan keyin bizni bir harakat o'tadigan bir nima deymiz, nishon bo'lgan vaqtda undan keyin biz harakat qilamiz-ku. Masalan, mashina haydashdan burun biz borgan yerimizni bilsak, undan keyin mayni besib, o't oldirib, mashinaning rolini tutib manganga o'xshash borgan yerimizni bilmasak-ku, masalan, nurg'un o'yinib o'tirib ketishimiz ya oyoq-moyoq cho'gilab mashinachu borgan yerimizni topolmay nurg'un ziyonlarni tortishimiz mumkin. Shuningga o'xshash bizning borgan yerimiz, nishonimiz aniq bo'lsa, undan keyin qilgan ishlarimiz unumli bo'ldi. Qisqa vaqt ichida zo'r natijani qo'lga keltirgan bo'ldi, nishonga yetgan bo'ldi. Xuddi shu shota nishonga to'g'rilangan bo'ldi-da. Agar biz nishonni bekitib olmasak, shodan oyoq qo'yamdi, shodan ko'tarib yuradigan gapchu, nishonni bekitmagan ekan. Nishon bo'lsa, keyin shodan shu yoqqa qo'ygan bo'ldi. Undan keyin oyatga xatlar bo'lsa, nishonni cho'ng tuzang, cho'ng o'ylang. Ya'ni biz o'zimizni masalan, men shundaqchi o'yman qilolmasligim mumkin deb shundaqdek o'zimga ishonmaydigan ishlar mijozim bordi. Shu yaqindan beri uni xili o'zgartiryapman. Shuni turtkisi men hozir 35 odamga gap qilib o'tiribman. Bu burungi vaqtim bo'lsa mumkin bo'lmaydigan bir ish. Buni men hargiz o'zimga xiyol qilmayman-da. Dream big degani cho'ng xiyol qiling deydi-ku. Cho'ng xiyolingizni cho'ng qiling. Undan keyin nishonni bekiting, undan keyin harakatga o'ting degan 3 dona xat. Degandagi masalan tarbiyadami 5 maydon yuguralayman desak 4 maydon kelganda yerib qolamiz. 5-maydonga kuchab tutamiz. 4 maydon yuguralayman deb tuvarak deb qo'ygan bo'lsak-chu, asli 5 maydon yuguralaydigan odam 3 maydon kelganda boramiz. 4-maydonga ara yetimiz, 5-maydonni hargiz o'ylashmi mumkin emas-da. Shu 4-maydon to'xtaydigan gap. Shuningga nishonni cho'ng tuzab, inshaalloh yetaman deb musholatni olsak yaxshi bo'ldi demoqchi. Men endi bu yerda qisqagina mushullar ichidan bir dona nishonni misol turib, buningga vaqtni qanday o'rinlashtirishni tushundirmoqchi. Buningda men ingliz tili o'rganishni tanladim. Keyingi betga o'tsak. Endi nima uchun ingliz tili o'rganishimiz kerak degan bir savol keladi masalan. Chiqaylanchi hozir bo'libmi? Diqqat qilgan bo'lsanglar, shu necha oydan beri bo'libmi shu koronavirus chiqqandan beri bir Uyg'urlar jamiyatida bir ingliz o'rganish qo'zg'aloq ko'tarilib ketdi-chu. Bu bir yaxshi ish aslida. Men shu xo'sh buloqliq. Endi o'ylaymizda bu nimonchilar hammadan o'rgangan bo'lib turgandi deb. Men buning uchun bir statistika yozdim. Nima uchun ingliz o'rganishimiz kerak deb men to'rdan aqtuvdim. Dunyoda 1 milliard 750 ming odam ingliz tilida so'zlashir ekan.
xaritada ko'rgan bo'lsanglar, ichildimi bat? Shu xaritada shu bo'yoqliq, shu bo'yoqqa yerlardagi butun millatlar shu ingliz tilida paranglashadi. Endi siz bir ingliz tilini bilib olsangiz, shu 1 milliarddan ko'p insonlar bilan siz aloqa o'rnata olasiz degan gapchu. Bu bir aloqa yo'lingiz ichildi degan gap. Undan boshqa turlarda debdi bir qanchani, masalan, kirmangizni oshira olasiz ingliz tili o'rganish orqali debdi. Sizga texim ko'p bilim berdi debdi, sayohatni osonlashtirdi. Eng cho'ng kinoga beknim qilib ketmasak, kitoblar masalan, shu eng yangi chiqayotgan kitoblarning hammasi İngilizce shu erişgan kitaplarma birinci bo'lib ingliz tiliga tarjima qilindi, mayli qaysi tilda yozilgan bo'lsin. Birinci manba kitobni biz o'qiy olamiz-da, bir inglizcha o'rganib olganimiz bilan. Undan keyin do'stlikqa yordam berdi debdi, kuch va ta'sir o'zingizni oshirdi deydi inglizcha bilganligidan superdan. Undan keyin dunyoga madaniyatimizning tontushlik faydası var. Yani dünyanın bizning madaniyatimizni bilishiga yordam berdi. Mesela biz inglizcha bilsak, mesela men izchil qilyaptim. Shu inglizcha so'zlash muhitim bo'lib qolsam, tonishtirmanda men menda miyada yashayman, menda biz menda musulmonman, million musulmon bo'lsa, men hayron qoldim, bu yerda musulmon bormi deb mesela. Ayni vaqtlarda shu tonitgan gapda o'zimiz ingliz tili orqali, undan boshqa yana yangilik yaratishimizga yordam berdi debdi. Chunki endi butun fan texnika, hozir butun sohalar shu taraqqiy qilgan ellarda, taraqqiy qilganlarning ko'pinchisi ingliz tili so'zlashidi. Eng yangilik narsalar ingliz tilida. Qaysi masalan tadqiqotchilarimiz inglizcha bilsa, shular eng avval inglizcha yozilgan tadqiqot maqolalaridan foydalanib, o'ziniki tadqiqotga foydalanib qilish ishlatish orqali ularningki yangilik yaratishiga yordam bo'ldi. Birdan lekin agar yana mush to'g'risida bu manda deb siz bu nim degani deb nim qo'ysangiz paranlasak bo'ldi. Ya'ni ingliz tiliningki foydasi to'g'risida mencha bunga qo'shilmaydiganlar menimcha yo'q deb qarayman. Masalan, menmu Atisi to'g'rida bir narsa izlash bo'lib qolsa, cho'qimlam inglizchada izlayman. Mushu PPTni yozish jarayonidami Uyg'urcha izlandim masalan. Endi vatandagi to'rbetlar butun taqalib ketgan bo'lganlik uchun, yechilmaganlik uchun men bir narsa topolmadim. Chet eldagi nim qilingan to'g'ri chiqarilgan manbalar bek ozgan. Atisi bir hikmatli so'z yoki bir bizning donglik shaxslarimizdan bir so'zlari, uzunlari bo'lsa, men shundan foydalanay desam topolmadim-chu. Yani bizde shu manba Google'dan izlesek topgan olgan manbalarimiz bek ozgan hozir. Uni to'liqlashimiz kerak masalan-chu. Shuningdek, ingliz tili orqali nurg'un ishni qila olamiz. Shunga ingliz tili o'rganishniki bek muhimligini o'sha ta'kidlagim keldi. Keyingi betga o'tsak, İkincisi de nişan tiklendi. İngiliz tili öğrenememen. İngiliz tilini öğrenip, mesela ma öktabirde, yani bir öktabirgacha o'rta seviyaga yetaman dedik. Shunaqmi? İşte bir planni tuzdik. O'rta seviya degan gap o'zining demoqchi bo'lganini oddiy tillar bilan ifodalash, to'g'ridan bemalol bir narsalarni izlash, undan keyin bilmagan so'zlarni aqtirib o'qish, masalan, shu xili yaxshi bir saviyamdi. U cho'qim bir kurs qatnashimizmi o'zi o'rganib oxiriga chiqib ketgan bo'la oladigan saviya, o'rta saviya. Masalan, endi bu plan tuzilgandan keyin biz nima ish qilamiz? Endi men o'zimga qaytib kelsam, masalan, men ingliz tili 10 yilnozi bir izda turdi, keyin chekinib ketmadim yaxshi, ammo men nishonim bo'lmaganlik uchun o'sha bitib turdi. Partiyaga kirgandan keyin men ingliz tilidan foydalansam yaxshi bo'ldi-ki, ingliz tilini yaxshiroq o'rgansam texim yaxshi qila oladigan o'xshayman deb turgan vaqtimda 2020 planliq anglar to'pi deb bir to'p qurildi. Uni kirib oldim. Uni o'rgatdi qanday plan tuzishimiz kerakligini. Yillik planni tuzinglar, oylik, haftalik, kunlik planni tuzinglar, yo'llanglar. O'ran deyman bo'lsa jazo to'laysizlar degandek nurg'un qoida usullari bor-da buningki. Endi 10 yil tartibsiz plansiz yashagan mendek ayollar nurg'un bo'lganligimiz uchun necha yuzlab ayollar qo'shildik bu to'pga. Birinchi oyda yo'lladik planlarimizni top-top guruh-guruhlar bo'lib qo'ydik mas'ul qarindoshimiz Alloh razı olsun. Ondan keyin karantin boshlandi 3-oyda. Kanadadan bir qancha Uyg'ur qarindoshlarimiz maxsus ingliz tili sinf ochdi.
Ona qatnaşdım. Bir qatnaşım fursat kelgan o'xshaydi debchi. 3-chi oy qatnaşgan bo'lsam, hozir 9-chi oy bo'lsa 6 oy o'tdi. Men o sinfda izchil turdim. Oxirida 15 oydan eshib qoldik. Bizni endi maxsus endi har xil temada bizni tarbiyaladi bu o'qituvchilarimiz. Bunun ichida endi men ham shu yerda o'rtoqlashqim kelgan bir usul bor ekan, smart strategy deydi ekan. Buningda smartphone deb qo'yamiz masalan. Uningdagi smart emas bu. O her bir harfninki ayrım nimesi var, ma'nosi var. Masalan, smart bo'lsa, S bo'lsa, setga olulab nishon tiklaymiz. Birinchi qadamda, ikkinchi qadamda tikilgan nishonimizga yetarlidigan bo'lish kerak. O nishonimiz, undan keyin relevant. M bo'lsa measurable deymiz. Ya'ni biz nima ish qilamiz? Masalan, men dedim, qo'y maktab 1dan yana maktab 1gacha o'rta seviyaniki men az deganda 3 ming so'zdan 4 ming so'zgacha hatta onlardan ko'proq so'zlik bilishim kerakda bu seviyaga shu so'zlikni o'rganaman. Shunda bir yilqa o'lchigini bo'ladigan bir miqdor bilan ifodalashim kerak. Masalan, men bir yilda 12 kitob o'qiyman. Masalan, bayonqi degandek ashunda konkret bo'lish kerak bu usulda. Hargizmi men kitob o'qiyman, yoki men pul topaman, yoki men shirkat quraman. Emas, men qayinda sohadagi shirkat quraman. Qancha pullik bir kirim yaratishni nishon qilaman. Degandek konkret nishon tuzishni talab qildik. Undan boshqa u nishonni qilib bo'lgandan keyin uni vaqtlarga bo'lib, uningga aniq bir vaqtda mush ishni qilaman deb har kuni cho'qim oz bo'lsa-mu har kun davomlashtirish. Bu usulni targ'ib qilgan bir yangicha demdik. Shunda bir ugundagan usul ekan, planni amalga oshirishning usuli ekan. Uni tanishtirdim muallimni. Şuna bilan biz hammaylar plan tuzdik. Keyingi betga o'taylik. Plan tuzganda ham deyilqa vaqt qarta o'rlashtirishda men dedim, u vaqtni unumli foydalanish. Ya'ni qisqa vaqt ichida ko'p unum yaratish uchun biz vaqtni planlashimiz kerak bo'ldi ekan. Vaqtni planlagan vaqtimizda muhim emas ishni beshiga qilmasak bo'lgan ishni muhim o'ringa o'tkazib olsak, biz qilmoqchi bo'lgan nishonimizni ijroqlab ketar ekanmiz. Vaqt o'tib ketavergan, bir yil o'tgandan keyin yana qo'limizda ish narsa yo'qolib qoldi ekan. Shuningga ishlarimizni muhimlik darajasi bo'yicha tuzdik ekanmiz. Undan keyin har kuni oz bo'lsa muqim bir vaqtni cho'qim nishonimizga yetish uchun o'rganishga ajratamiz. Masalan, men ingliz o'rganmoqchi. Men unda olsa degan soat 10 dan soat 12gacha 2 soat men ingliz o'rganaman. Men ashta qilyaptqani hozir 6 oy bo'ldi. Men cho'qim soat 10 dan 12gacha ingliz o'rganaman. U joyda agar o'rganmay qolsam 3 dan 4gacha yoki 7 dan 5gacha har kuni cho'qim 2 soat o'rganaman. Amalda o'xshash vaqt o'rganishga erishmay 6 oy bo'ldi davomlashtiryapman. Bu bek muhim. Amaldagi uyqu va tomoq vaqtingizdan tartibli bo'lishiga diqqat qiling debdi. Bu salomatligimiz uchun. Chunki salomat bo'lmay turib, biz hech bir ishni ko'ngildagidek yaxshi qila olmaymiz. Andan keyin badan chiniqtirishga haftada az deganda 2 qitim vaqt ajratdim. Biz mushunga bek sal qaraydiganmiz Uyg'urlar bo'libmi? Masalan, shu karantin mezgilida samirib ketganlar bek ko'p. Chunki aslidagi hareket miqdori biroq lozlab ketganlikdan uni o'ynashchidimi asli chiniqqan bo'ldi. Hozir to'rlarda nurg'un o'ynashib turib chiniqqan bo'lgan narsalar bor, shunga ayishib turib chiniqsaq bo'ldi degan biz o'ylashmadik, samirib ketdik. Uni keyingandirish uchun nurg'un jafo tortamiz. Endi samirish yaxshi ish emas. Samirga odam jiq yeydi, jiq uxlaydi, ish qo'shaqmaydi degandek nurg'un bizni planimizni amalga oshirishimizga, nishonimizga yetishimizga cho'ng to'sqinlik bo'lgan gap. Keyingi betga o'tsak. Masalan, ma'ni misol uchun chiqarib qo'ydim. Men dedim qo'yam bir plan to'pi qo'sha olgandim deb. Shuni yo'llagan mening yillik planim. Bir yil ichida mama kitobni o'qiyman deb kitobning ismini tatib yozganlar. Undan keyin turkchadan, inglizchadan saviyamni oshiraman deb nim qilgan. Undan keyin men arabcha Qur'onni burun bek o'qimaydim. Cho'qim o'qiyam buni ajr bor ekan deb arabcha Qur'onni o'qishni men o'zimga vazifa qildim. Masalan, shularni yozdim. Undan boshqa har oyda masalan 8-31 ben 9. aylık planını yollashim kerak. 9. aylık planını yolladim. Men 4. aylık planını yollab qo'ydim. Ondan keyin har kuni kech soat 12dan burun turgan bir kunlik planimning ichidan 4 dona cho'qim qilmasam bo'lmaydigan plan bor. Uni qilmay qolgan bo'lsam, meni qilmadim deyman. Uningga 1 lira jazo to'layman.
Çoxum o işkidən burun orundaldı, orundalmadı deb yazıma ətlik qıldığı işlərimni tizib yollaymançu. Hazır məsələyə bayam degəndək neçə yüzləb analar kirgan idi. Hazır bizning topumuzda 10 neçə ayol vardı, 4'imiz qaldık. Demək ki, bir ishni izchil qilish bek taskan. Keyingi betga o'taylik. Keyingi betda masalan men ham ingliz tilida bayamqi bir usulni dedim, smart strategy deb. Shuningda cho'qim vaqtni aniq yezish kerak degan o'lcham borchu. Undan keyin bo'lingan vazifalarni aniq yezish kerak. O'yindigan kitoblar aniq bo'lish kerak. Hamma narsa aniq bo'lish kerak-ku plan tuzgan vaqtida. Men kitob o'qiyman demay, men ma kitobni o'qiyman. Men bugun manchi bet kitob o'qiyman degan bo'lsak, manchinchi betidan manchinchi betgacha cho'qim o'qiyman. Mush xil holatda tuzilmagan plan o'rindalmaydi ekan. Bo'lsa mumkin bo'lsa qarindoshlarimizdanki bugun mush darsdan tushgandan keyin ashunda holatda bir sinab beqishni tavsiya qilaman. Bu ikki bet meningki mushu 9 oydan beri qilayotgan ishlarimdan o'rnak, mushu bugun tanishtirayotgan usul bo'yicha ilib mangan. Men unumini ko'rganligim uchun qarindoshlarim bilan o'rtoqlashib o'tiribdiman. Ondan keyin keyingi betga o'tsak, bu yerda biz diqqat qiladigan yana bir ish bor ekan-ku. Bu o'rganish muhiti hozirlash bek muhim ishga. Chiqaylan o'rganaman deb plan tuzdiganmiz, manchibat hammani qildiganmiz, lekin o'rganish qilman deb o'tirib, ya telefonimiz keldigan, o telefonga qarabchu diqqatni chechib 2 soat o'tganimiz bilan o'rganish qilgan vaqtimiz 5 minut ya 10 minutga bormaydigan bu xil ahvollar bo'ldi. Undan keyin masalan sapada ya qo'miz karvatda o'tirib o'rganadigan masalanchu rasmiy bir o'rganish muhiti hazırlanmagan, masalan hayvanotlar, mushuklar, masalan qushlar uchib yurgan ashxil muhitda o'rganishni yaxshi bo'lmagan o'rganish usuli deb qaraydi ekan. Cho'qim bir muhit, tinch bir muhit, diqqatni jag'alaydigan, unumli o'rganish qiladigan bir muhit hazırlanish kerak degan bu tashabbus butun shu ilmiy xodimlarniki ko'rsatgan yo'l ekan. Shuningga buni mening bek qo'shib o'g'im keldi. Keyingi betga o'tsak, 5-inchisida odat yetildirish. Bu odat yetildirish hamda demsammi bo'ladigan ish aslida hammalar biladigan ish. Bu odat deganda qilib ko'ngan bir ish bo'lish kerak masalanchu. Nishonga yetish uchun endi biz bir ishni masalan men hozir misolga ingliz tilini misol oldim-ku. Men ingliz tilini masalan mayli so'zlik yodlay, mayli kitob o'qiy, mayli kitap, ingliz kitap anlay. Men shuni har kuni cho'qim 2 soatdan tuvan o'rganmasligim kerakchu. Hozir qilayotganimga 6 oy bo'ldi dedim. Undan boshqa men masalan iyiga bir kitap, yilda 12 kitap o'qib tugataman degan talabni qo'ygan vaqtimda har kuni az deganda men 20 kitap o'qishim kerak bo'ldi-chu. Shunda bo'lgandiki men konkret bekitganligim uchun men tamoq etib o'qiyman kitobni, balamni xuddi etib o'qiyman kitobni. Men konkret tuzim 20 betni cho'qim o'qishim kerak-chu. Ashta qilib men 10 yilni o'zida men masalan 10 yilda 5 kitob o'qigan bo'lsam, hozir 9 oyda 6 kitob, 7 kitob o'qib bo'ldim-chu. Demak, bu necha yilni o'zida odat bo'lmaganlikdan qilamagan ishni odat yetildirman deb tirishish orqali men qo'lga keltirdim-chu. Bu bir izchillikni yetildirish. Bu bir odat bo'ldi masalan menga. Izchil bir ishni qilish odati yetildi hozir. Undan keyin amaliyotda bir ishni 21 kun izchil davomlashtirsa, u odatga aylanib ketadi deydi ekan-chu. Bu shu ilmiy xodimlikka, tadqiqotchilikka degan gapi bu. Bir ishni 21 kun davomlashtirgandan keyin burunqidek ta'sir kelmaydi, u odatga aylanib ketadi deydi ekan. Bular shu cho'nglar deyilgan gap. Masalan, bu yerda men bir qancha aqliy so'zini tarjima qilib qo'ydim. İnsanlar kelgüsündən qandaq bo'lishini belgilamaydi. Ular o'zining odatini belgilaydi va odat ularning kelgusini yaratadi. Ya'ni siz bir yaxshi odat o'qib qolsa, sizning kelgusingiz shuningga munosib holda yaxshi bo'ldi deydi. Masalan, bunaqa muvaffaqiyat qozonuvchilarningki 7 xil odati mana bir kitoblar bo'ldigan masalanchu. Bu odat to'g'risida yozilgan kitoblar nurg'un, mushaqda yaxshi o'qib ashni amaliyleştirishga ko'ngil bo'lsak degan orzuim bor hammalardan. Undan keyin
Harakatlantirish kuch sizni qo'zg'atib, ishni boshlatqizsa, yaxshi odat bo'lsa, ishingizni davomlashtirishga undovchidir. Masalan, harakatlantirish kuchni deyli, masalan, Sharq Turkiston Cumhuriyet Partiyasi kirishim mening bir harakatlantirish kuchim bo'ldi-ku. Men shu harakatlantirish kuchning ta'sirida men bir narsa o'rgansam, universal safarimni oshirmasam bo'lmaydigan deb ingliz tilini o'rganishni boshladim. Ammo men ingliz tilini o'rganishni boshladim. Men agar bir oy, 2 oy, 3 oy davomlashtirib tashlab qo'ygan bo'lsam, shunamo bu mening u qo'zg'alganim, o harakatlantirish kuchining menga ta'sir qilgani, ya'ni nol bo'lgan gap. Bu yerda qo'zg'algandan keyin sizni izchil davomlashtirishingiz uchun sizda izchillik odati bo'lishi kerak. Bir ishni izchil qila oladigan bir odatingiz bo'lishi kerak. Işte odat bo'lishi kerak-da. Demak, masalan 9 oygacha bizniki 100 necha bor. Masalan, shu inglizchadagi 6 oy jarayonida ingliz to'pimiz 100 nechadan bor, 15 oydan qoldik. Ondan keyin 9 oydan beri bizning mening bor guruhimda 10 nechadan bor, 4 oydan plan yo'llayapmiz hozir. Ondan keyin shu bizning o'rganishlarimizni deyli. Ba'zida unib qoldi, ba'zi 30 bo'lib qoldi masalanchu. Bu darsning amaliyotda shu vaqtini izchil o'xshash vaqt qilishga tirishyapti. Chunki shuningga ko'nib ketdi, shu vaqtda boshqa ish o'rlashtirmaydigan bo'lsin, odatiga aylanib ketsin. Shu turmushning bir qismiga aylanib ketsin deb vaqtni davomli o'zgartmaslik tarafdorida u mas'ullarimiz. Shunda qilib turibmi yana nurg'un qarindoshlarimiz taxicha unutib qolyapman deydigan gaplar borchu. Buni biz odatimizga aylantirishimiz, bu siyosiy o'rganish, mayli bir partiya haqidagi bir ishlarni men yinida turib o'zidan anglay. Masalan, yig'in leksiya, bizga yangicha bir narsa beryapti-ku, biz boshqa yerdan topolmaymiz. Hatta shuningdimi qatnashishga bir odat shakllantirib bo'lmagan qarindoshlarimiz jiq, masalan, 1 yildan beri. Shuningdan bu vaqt yetishmayotgan bo'lsa, menga bugun men vaqtni yetishtirishninki yo'llarini so'zlayapman-da. Cho'qin bir qalam, bir qog'oz qo'limizda bo'lishi kerak, jadvalni yozishimiz kerak. Men ma vaqtda ishimni o'rlashtirdim masalanchi. Boshqa ish qilmayman. Ati ma ishni qilmay, ma'nodan boshqa ishni qilmayman masalan. Masalan, bizningki oilamizda chorshanba kuni kech cho'qin dars o'rganishdan burun tomoqni yeb, bolani joylashtirib, o'rganishga erishkilarni tayyorlab qo'yamiz. Bu bizning turmushimizning bir qismi bo'lib ketganlik. Yakshanba kuni kunduzda ataganda kechda asosan ishni qilib joyga bormaymiz. Yakshanba kunlarimiz shu bo'lsin-mu? Asosan shu o'rganishimiz yig'in leksiya bilan o'rlashib. Yakshanba kuni biz shu menimcha bir joyga boradigan shu qolsin, boramayman deb rad qildik. Chunki shunda davomlashtirishimiz talab qilgan ishdi-ku, bu izchillik talab qilgan bizdan. Shuningdan bu odat bek muhimkin. Masalan, bizning kimligimiz tekrar qilayotgan ishimiz mukammallik bir harakat bo'lmasin, u bir odatdir deydi. Ya'ni mukammal madem ajab mukammal degan bo'lsa, uni mukammal qilayotgan uning bir odati bor degan gapda. Keyingi bet ko'rsak, bundan men masalan bir narsa o'rgangan vaqtimizda o'rganganlarimizni takrorlab turishninki yo'llarini ko'rsatib qo'ydim, bir foydasi bo'lamdiganda. Biz bir narsa o'rgangan, masalan, hozir men dedim-ku, bu gaplarni sizlarga yetkazyapman. Bu bir o'rganish so'rini oldi sizlarga nisbatan hozir. Men yangi bir narsa yetkazdim deyli. Sizlar hozir anladinglar, bu anlagan vaqtdan o'zida 75% kallangligida qoldi. Agar sizlar 10 minutdan keyin xotir qoldirib olgan bo'lsangiz, 10 minutdan keyin xotir qoldirib olganingni o'qib o'tgan bo'lsanglar, bu endi 100% ga chiqadi, 98% ga chiqadi. Agar 20 minutdan 24, ya'ni erta bir kundan keyin yana bir qatam o'qib o'tsanglar, qoldirgan xotirangni, u yana 98% turdi. Bir haftadan keyin yana bir takrorlaysizlar, bir oydan keyin yana bir qatam takrorlaysizlar. 4 qatam takrorlangan vaqtida buni mangulik unutilmaydigan bir bilimga aylantirib etgan bo'lgan. Agar bu 4 qatam takrorlash bo'lmay, siz bugun anlagan darsning shu mazmunni hozir anlagan ketimlan hech qanday bir takrorlashni yetkazmasangiz, 10 minutdan keyin bu 40% ga, bir kundan keyin 20% ga, bir haftadan keyin 10% ga, bir oydan keyin 0% ga yaqinlashib qolgan. Ya'ni siz unutib ketgansiz. Insonning miyasi hozir ham ilm-fanlar taraqqiy qilib ketdi. Butun ishni qilib tadqiqot ishlanmagan bir tema qolmadimikin deyman. Shuningdan bu sonliq ma'lumotga menimcha ishonganimiz yaxshi. Shu bo'yicha
bizga chiqarib bergan natija bo'yicha diqqat qilib, masalan, o'rgangan narsamizning o'zimizning bilimimizga aylanish uchun shu 4 jarayonga diqqat qilishimiz kerakligini men o'zim ko'rib shuna xo'sh bo'lganda mush bo'yicha qilsak bo'lgan deb sizlarga yetkazgim keldi. Keyingi betga o'tsak tugaydi. Eng muhimi biz nishon tikildik, planni tuzdik, loyihani tuzdik, tirishdik. Ama bunu izchil davomlashtirish, bo'shab qolmaslik uchun bizning atrofimizda cho'qim bizga o'xshash, shunday izchillikni davomlashtira oladigan, bizga madad bera oladigan, bizni aktiv energiya bilan ta'minlab bera oladigan, yaxshi so'z qiladigan, tushkunlashgan vaqtimizda umid bag'ishlaydigan so'zlarni qilib, yana yetaklab oladigan, shunday bir muhitga bog'lanish bek muhimkin. Mesela ben bayamlazda dedim, ben İngiliz tilini öğreniş jarayonida bir top holatda öğrendik. Mau 2020 analar, planlıq analar topi degende biz top holatda harakat qilyapmiz. Nima ish qilgan vaqtida men shu analarningki planlarini yo'llaydi o'qiyman. Ularning 4dan 5dan bolasi bor. Ularning planlarida yozgan ishni ko'rsanglar, qayerda yetishtirib bo'lganda buni deydi. Deysizlarmi, to'g'ri qo'ygan analarmi bor aramizda yo'llaganlarni. Kitap tercüme qilib undan keyin ders berib atqanlar, uyda Qur'on o'qitib atqanlar, undan boshqa bir davlat guruhlarini ichib atgan qarindoshlar, uyda boshqa tuqqanlardan borsa qarab atgan ayollar, homildor ayollar, 4-5 bola qarab atgan. Shunda ayollarningki tuzgan planlariga qarab, o'rinlanishga qarab adam oy men mi qilaychi bu qilalaptim, ishqanishimiz qilalaptim. Mening sharoitim taxmanda yaxshi, men mi qilay debchu bu bir ishniki to'xtab qolmay, texim yaxshi ma'noshiga shu aktiv bir energiya bergan atrofimizga shu tirishgan qarindoshlar. Agar bizning yonimizda unday qarindoshlar bo'lmay, voy men yetishmayotganman, bo'ldi qilay. Bundan patat, bunda qilib kelsam, yo men hech qanday foyda olmaydi ekan deb passiv o'ylaydigan manda qarindoshlar bo'lsa, bizning aktivligimizni suslaştırdı. Bizden bir boşanlıqqa, terişmaslıqqa başlap qo'yish mumkin. Bizning ko'ngildagi qozonga yo'liqsan qarisi yo'qdi deb, ashuni yo'qish mumkin. Shunga har vaqt o'zimizning atrofida aktiv energiya beradigan, terishadigan bir ishdan xonim deymiz. Shikoyat qilmay, aksicha o'zida bor sharoitdan foydalanib, oldi qarab ma'nolaydigan shunday qarindoshlar bilan ko'proq fikr qilishni, ko'proq aloqa bog'lab qilishni, agar unday guruh yo'qib qolib qolsa, izlanib, o'zi bir guruh qurib, shundalarni yig'ishni men tashabbus qilaman. Xushal yuring. Boshqalar sizga qarab xushallik topsin degan bir nimani aqliyat so'zni tarjima qilib qo'ydim. Bizning dinimizda boshqalar bir kulimsa qarashsaqmi bir sadiqa bergan ajrini olamiz. Demakki, boshqalarga biz yaxshi so'z qilishga buyurilgan, boshqalarni qo'zg'atishga, xushallik ato qilishga buyurilgan. Shuningga mush aktiv energiyalik muhit bek muhim. Ondan keyin biz nishonimizga noiti xushal va noiti normal biz bir psixik holatda oldiga ma'nolaymiz. Birlikte gayret qilaylik, cho'qim birlikte qila olamiz. Ondan keyin eng oxirida avval Allohga meni mush erkin nafas ola oladigan chet elga o'rlashtirib qo'ygan uchun, bu ne'mat uchun shukr aytaman. Ondan keyin sizlardek bir setdoshlarga uchrashtirgan uchun shukr aytaman. Ota-onamniki meni Alloh maktabda o'qitib qo'yganlik uchun hozir men sizlarga bir narsalarni yetkazib o'taman deb o'ylayapman. Buning ajrini Alloh ota-onam bersin. Ondan keyin oxirida yo'ldoshimga rahmat aytaman. Har vaqt menga madad berib qila olaysan deb har vaqt shunda so'zlarni aymaganlik uchun men o'sha so'zlab o'tiribman. Ozgina bilimimni. Ondan keyin eng oxirida boshqa qarindoshlarimizni ayollarni ko'proq qo'llab-quvvatlab berishini, ularga muhit hozirlab berishini, moslashib berishini, ularniki yangi narsalarni o'rganishiga ilhomlantirib, muhit hozirlab berishini so'rayman. Bizniki kichik vaqtlarimizda bir yaxshi bo'ldigan, unutib qoldim shu boshqalar oyga chiqdi, bizda yalan yo'q deydiganchu. Balki men o'ylay keldi. Hozir
yalan yo'q emas-da biz, ammo boshqa taraqqiy qilgan davlatlarniki boshlang'ich maktablarda kompyuter tili o'rgatyapti, bizga oliy maktabda o'rgatgan. Boshqa taraqqiy qilgan davlatlarniki to'liq o'rta maktablarda tijorat kasbini o'rgatyapti. Business, trade, economic deganga o'xshash management, boshqarish ilmini o'rgatyapti to'liqdagi bolalarga, ammo biz dahi Qur'on o'rgatyapmiz, matematika o'rgatyapmiz, turkcha o'rgatyapmiz, inglizcha o'rgatyapmiz. Boshqalar nalarga ketdi? Ular bizim shu bolalarimiz endi o'rgatayotgan narsalardan foydalanib, yana boshqa narsalarni qanday qilish, qanday pul tepish, qanday kuchlanish degandek nurg'un narsalarni o'rganyotdi. Bek oldiga kirib ketdi. Shunga biz hammamiz bek terishimsaq bo'lmaydi. Men buni bek his qilyapman. Shuncha vaqtdan xabar o'qiyapmiz. Biz ingliz guruhimizda to'xtamay butun dunyoning hamma yerlariga misol xabarni o'qiyapmiz. Biz chet elda yashayotibmi, yana quduqlanishib paxadek yursak bo'lmaydi. Ayollar bu jihatda bek muhim. Shunday yangilikni ko'rgandan keyin qo'rqib ketadigan, xatami deb tugilib oladigan ish bizda bek ig'irken to'plarimizda shu gap qilgan bo'lmaydigan darajada shu darajada mutasib insonlarimiz texichi borken, mumkin bo'lsa bizning dinimizda hadis bor, ilm ilish uchun yo'lga chiqqan shu insonniki, shu musulmonniki shu ilmni ilib qaytib kelguncha ajr olganligi Allohning yo'lida ekanligini so'zlagan hadis borken, men degan shu qarindoshlarimizni so'rab analikin da'vatini bu hadisni. Shuningga bilim o'rganish, yangilikni o'rganish bizningki burchimiz, sunnat bu tegishli bo'lgan. Buningda ayollarning roli bek cho'ng, erlar asosan sirtda pul tepish bilan ko'pincha vaqt bolalarning shu ayollar bilan bo'ldi. Ayollar ko'p bir narsa bilgan sari bizning avlodlarimiz shu dunyoga loyiq bir kuchli musulmon bo'lib tarbiyalanib chiqilgan gap. Shunga eng oxirida ayol qarindoshlarimizga bekrak madad bersanlar, fursat yaratib bersanlar degan umidim bor. Rahmat, sabrchanlik bilan shu gaplarimni anglab berganim uchun uzrab ketib qoldi. Kechiringlar. Allah razı olsun. Qarindoshlarimiz nihoyat yaxshi amaliyotchanlikqa ega, hammamiz turmushimizda hayotimizni qo'llansak bo'ladigan bir leksiya bo'ldi deb o'zlariniki fikr tushunchalarini bergan bo'ldi. Mendan Allah razı olsun, ajrini bersin. Qarindoshlar, shunga nisbatan cho'sa azroq bir so'raydigan savollar yoki bo'lmasa Mustafa qarindishimiz debdi-ku. O'rganish tajribangizni va usulingizni yig'inchoqlagan asosda deb beramsiz degandekchi. Shunaqa agar mumkin bo'lib qolsa javob berilsin mayli hozir. Qisqacha qilib, ayrim haqiqatda tema deb qaramadim buni. Men qisqacha endi ingliz o'rganishni deb qolib qolsangiz, men bundan bilan dadamning roli bek cho'ng deb qarayman. Men boshlang'ich o'qiyotgan vaqtimdan tortib dadam til o'rganishni bek ta'kidlaydigan, birga til o'rganishni, birga kitob o'qishni-chu. Xitoychani yaxshi o'rgandaydi. Boshlang'ich vaqtimda dushmanning tilini bilmasang, sen bo'zak bo'lsa dushmanga deydi. O'zimni dadam to'liqcha o'qigan, madaniyat inqilobi bo'lib ketib oliy maktabni o'qiganmagan. O'chal hanzich o'rgatmaydigan. Hanzichin dadam o'zi Xitoychin deydi. Xitoychin dadam o'zi o'rganib bilib aşağıda ishlab nima qilgan bo'ldi, bizni boqqan bo'ldi. Xitoychani yaxshi o'rgandaydi. Yaxshi o'rganib qolganman, universitetda foydasini ko'rdim, qiynalmay o'qidim. Undan keyin ingliz tilini yaxshi o'rgandaydi. Men to'liqsizdan tortib, men nada inglizcha ko'rsam, shu bir yerdan nimasini tepib, shunday o'rgandim. O'chaldek ozadan bildi inglizchani. Lekin yetakchi bo'lmaganlik tufayli, men yollam kichik bo'lganligim uchun shu jiq taraqqiyot bo'lmadi. Oliy maktabga borgandan keyin, undan keyin rasmiy qat'iy qilib o'rganishga boshladim, ammo noldan boshlamadim-da, men kichikimdan o'rganishga boshlagan bo'lgandan keyin, men ABC'dan boshlamaganligim uchun noldan boshlaganlar qanday o'rganish kerak, men uni toz buzib ketmayman. Undan keyin men shu masalan yangi universitetning ikkinchi qismidan boshlagan desam bo'ldi, asosida kurs tugandim. Men tavsiya qiladigan usulim, men bir parcha tekstni yodlab boqmagan inglizchada. Hozirgacha menga deyman. Men bir narsa yodlashni yaxshi ko'rmayman. Men yodlay olmayman.
Ben bir narsani tushunib bilib, o'zlashtirib oladigan tipchu. Shuningga bir narsani bek ko'p o'qiyman. O'qishmagan manbadan, o'qishmagan yerdan o'qiyman. O'qigan vaqtimda cho'qim lug'at taqtirib, u bilmagan so'zni flash kart deb qo'yamiz. Kichik qartma cho'nlig'idagi kartlarga yozilib, bir tarafiga inglizchani, yana bir tarafiga uyg'urchani yozaman. Shu maktabda masalan, demin shu mayanchiqimga yetkazildi bu nima? Bir kunda necha qatam yetkazildi, so'zlikni mana shu yodlagan ayni vaqtda. Hozirgacha kim so'rasa men shu usulninki eng to'g'ri ekanligini deyman, lekin so'zlash uchun, tekst yozlamaganligim uchun ko'p o'qiyman. Masalan, ingliz darslik kitoblardagi tekstlarni to'xtamay 20-30 qatimdan o'qib o'rganganman. Lekin buning uchun ham birinchi qatim o'qigan vaqtida har bir so'zning talaffuzini nihoyat to'g'ri chiqarib, ikkinchi, uchinchi, tak 10-chi qatimga borguncha asta o'qish kerak. Talaffuz bir qatim masalan, tajvidda mashina deyilgan, Qur'onni xato o'rganib qolsa, uni to'g'rilamoq ta'sir. Inglizchada ham masalan, bir so'zni talaffuzni xato qilib o'rganib qolgan bo'lsangiz, uni 20-30 qatim o'qiyotgan vaqtingizda shu bundan keyin shu ashunda chiqadi-ku talaffuz. Masalan, sheep degani siz sheep deb yoki bo'lmasa boshqa talaffuz qilib o'rganib qolgan bo'lsangiz, shu bitim chiqadi. Siz ma'nosini boshqa bilsangiz, amaliyot uning ma'nosi boshqa. Meni shu ikkini beklamlayman qolganki, izchillik bek muhim. Ana degan bayam nazli bir soat so'zildim, nishon muhim. Siz nima ish qilgansiz inglizchani? Meni oliy maktabda o'rgangan vaqtimda aspirantlik uchun o'rgangan. Ana degan men o'zim yaxshi ko'rdim inglizchani. Qo'lqim chiroyli qolmadi. Endi aspirantlikqa o'tish uchun o'rgangan, unga yetdim. Chun nishonim yetgandan keyin uning keyingi nishon tikmaganligim uchun hozir qadar to'xtab qoldi. Endi men 6 oydan beri Kanadadagi o'qituvchilarningki va meningki Sharq Turkiston Jumhuriyat Partiyasi qo'shilgandan keyin meningkida yangidan bir nishon, yuqori bir baldaq nishon tiklandi masalan. Shu inglizchani masalan siyosat va iqtisod yo'nalishida shuningdek murakkab so'zlarni tushunadigan, xabar o'qishdan tushunadigan, hatto shuni deyalaydigan o'zim garchi shu til so'z qo'llat yashimsammi? Ash holatga yetdim deb men bayam o'zim deganiga amaliylashtırib, yuqori tiklib oldim nimani? Nishonni, hozirgi nishonim shu. Agar ayni vaqtda mening nishonim ashuna bo'lgan bo'lsa, balkim burunroq yetishim mumkin edi. Bu nishondek muhimki, nishon bo'lmasa adam ya bir to'xtab qoldi ekan, ya cho'g'ilib yurib, o'rganganini unutib ketgan, ya bo'lmasa ezib ketib, boshqa yo'lga menib ketib qoldi ekan. Shunchalik yetkazsam o'zimning tajribasini. To'xtamishimiz Uyg'urni azaltadigan usul bormidi debdi. Men bayam qilgan kitobni agar turkchangiz yaxshi bo'lsa, cho'qim o'qing deyman. Uyg'uringiz aniqlam ozlaydi ekan. U kitobdimi Uyg'urni birga odatchi, biroq men 8 soat uxlaydigan odam, biroq 4 soat uxlayman demayotganmiz. Har kuni 15 minutdan qisqartib ekanmiz. 15 minutdan qisqartib toki 5 soatga tushira olsangiz uyqungizni, bir kunlik uyqungizni siz yonlam qalbi qilgan bo'lasiz. 8 soat uyqu ortiqcha uyqu ekan. Shuni har vaqt qilamiz. Men xeyli uzungacha ishladim. Hajt yo'qkan men 8 soat uyqushim, hajt yo'qkan 4 soat, 5 soat uxlabman, yetdi deb men balam bilan uxlab qolgan odamdim. Men o'sha davray mening uyqum ko'praydi. Birga nishon cho'nglash kerak. U sizni uxlatmoqdek darajada bir cho'ng nishon bo'lish kerak. Ikkinchidan kallangizga men cho'qim 8 soat uxlasam bo'ldi. Bo'lmasa mening kallam charchab ketdi, ya bo'lmasa beshim og'riydi, ya bo'lmasa nimamga xizmatimga yugurishim ta'sir bo'ldi emas. Unda bo'lmaydi ekan. Buni tadqiqotchilar aniqlab chiqibdi. 8 soat uyqu degan yolg'on gapgan. Ash kitobda shunday aniq deyildi. Ham yana aqtirib baqsanglarmi chiqish mumkin. Lekin degandek 4 soat, 5 soat uyqu yetadigan uyqu ekan. Ashni kallamizga biz to'xtamay deyishimiz kerak ekan. Ash kitobni cho'qim o'qiylik qarindoshlar. Pek yaxshi kitob shu. Allah razı olsun. Uyg'ur deb kirgan qarindishimiz mening bir savolim bor deydi. Ovoz so'ramsiz yoki ostida degan Facebook, Twitter degandeklarni ishlatamsiz degan savolingiz shumi? Men Facebook, Twitterni Sharq Turkiston Jumhuriyat Partiyasiga kirgicha ishlatmaydim. Ancha-muncha ishlatdim, chunki men u social mediaga bergan vaqtimni
bir ısrapçılık deb qaraydım burun. Onun o'rniga boshqa kitob o'qisam yo bolalarimga amra olsam yaxshi deb qaraydim. Lekin ham partiyaniki tashviqotini qilmasak bo'lmag'achqa o'tgan yildan tortib izchil aktiv holatda ichib ishlatyapman. Instagramni bir oyning oldida boshqadan yangidan birini ilib nim qo'ydim, ammo Instagram toza yoqtirmadim. Twitter bilan Facebookni yaxshi ishlatyapman. Ay kitoblarni içib bersak deydi. Müşbet niman? Aş o'ttirdiki ko'k kitob shu. Bu nepizlam kitob bir qiziqsanli balkim 4-5 kunda o'qib olishinglar mumkin. Menimcha mana shunday o'qiganimiz yaxshiroq. Lekin yaxshi deyilgan gaplarni yezib xotir qoldirib yo'g'on yerga choplab qo'ysak, uning roli taxim yaxshi bo'ldi. Ularga Naqlarni 8 slaydi degan kitobda kimdir voy bu 8 qilsak bo'lmaydi kim deb uxlash vaqtimizni 10-15 ga chiqarib olmay aslida tushirdiganni hisoblaymiz qilib. Lekin bu hammamizning qo'lida aqliy telefonlar bor. Bu telefonlarda masalan to-do list deganga o'xshash yoki sticker, color sticker deganga o'xshash applar bor. Yumtal. Shuni tushirib olib, masalan, agar telefonni bek ishlagan qarindoshlar bo'lib qolsa, qog'ozga yozib, qog'ozni ilib yurish appsiz bo'lib qolsa, shu rangli qog'ozlar chiqadi ekranda. Har bir qog'ozga kunda qiladigan, masalan, cho'qim qilmasangiz bo'lmaydigan, masalan, shu partiyaning ishiga qap qiladi. Agar shuni biz o'zimizning odatiga aylantirib o'tgan bo'lsak, har birimiz biz texnik taraqqiy qildik. Shuni bir to-do list qilib, qilmasam bo'lmaydigan list tizimliki deb shu qog'ozga yozib, har kuni necha qaytadan ichib, shuni bir ko'rsatib bersak, bu insonning miyasi pek unutadi ekanmizmi? Qur'ondan beri unutib qolganligim uchun gunohi buyurmagan deb. Inson shu unutib qolgan yaratilganki, shunga har vaqt yezib qo'yganni o'qib turib, mushohada davom qilmasak, yaxshi bo'lmaydi ekan. Meni 10 yilim ashta o'tib ketganlik uchun mushohada degan qilay deb tayyorladim. Başqa bir oturup qo'yib qo'yilgan teklif kelsa, yoki so'ralgan savollar qilmasa, erkin azad o'tirib qolganlar. Yangi Peygamberimizning ümmetiga saharda barakat bergan degan duosini eslasak, bu ne'mat vaqtini qochirganimiz kelmaydi deb o'yladim. Haqiqatan ashtakan bizning masalan ota-onamiz boshlarda deganda boshlasa barakat bo'ldi, ishlaring yaxshi tugaydi deb deganda qo'piradigan biz saharchi millat deb nom oldik-ku hozir dunyoda. Boshda bir maqola o'qigandim. Chet elga chiqibmi shuni bek his qildim. Bizning kunimiz degan sahardan boshlandi. Ama Arab devletlerinde onda emas ekan, afsusnuk. Bu sunnatni unutgan muqanda. Başqa fikrni o'tirib qo'ygan qarindoshlar bormi? Mencha o'g'an vaqtida hozir ekran battak qarindoshlar. Yani mal köksüzü qarasanlar, men endi ishga qiz gap etib qo'ygim gap qoldi. Bir narsani anladik, uni cho'si shu anlagan yerda qoldi. Har qanchalik yaxshi ko'rgan, har qancha muhim bir narsa bo'lsa, hech qanday takrorlangan bo'lsa, masalan ingliz tili bo'lganga ingliz tiliga nisbatan voy ajab muhim gapga mush so'zlikni yodlab olsam bo'ldi-kim dedik, shu vaqtning o'zida anladik. Lekin cho'si bo'ldi qildik. Shundan bu cho'si 10 minutdan keyin cho'si kallamizda qilish 40%ga
24 saatdan keyin çoğusu 20%ga, ondan asta çoğusu kallamizni qammaydigan holatda. Bizler ingliz tili o'rgangan vaqtimizda bir gapni ang oz deganda o'qishmagan vaqtda 7 qatim takrorlasak, ondan keyin shu so'z bizning oldida deb o'rgangan ayni vaqtda-chu. Mana shunga yaqin keladigan bir diagramlar orqali ifodalabdan ayt yaxshi chiqibdi deb o'yladim men uni. Ondan keyin qizil siziqqa qaraydigan bo'lib qolsak, masalan, immediately after class deydi. Shu darsda yoki bo'lmasa shu gapni anglagandan keyin 5-10 minutdan keyin deylik, masalan 10 minutdan keyin bir qatim takrorlab o'tdik. Şu vaqtni o'zi takrorlaganligimiz uchun bo'lsa, oldida anglagan vaqtimiz 75% o'zimizga o'zlashgan bir narsa, bir takrorlaganligimiz uchun 100% chiqib, bu bizning bo'ladi degan gap bo'ldi. O yog'icha bo'lsa, masalan 24 soatdan keyin bu tushsa, ayt 50% tushadigan qarasanglar. Ondan keyin bir haftadan keyin bo'lsa 20% tushadi. Lekin yana ham bo'lsa tushib ketadi degan gap. Demak, bir narsani anglab yoki o'rganib bir qatim yoki 10 minutdan keyin yana bir qatim takrorlab o'tish yetmaydi ekan degan gap bo'ldi bu. Unda olgandan keyin qanday qilish kerak desa, 24 soatdan keyin yana bir qatim takrorlash kerak degan. 24 soatdan keyin yana bir takrorlasak bo'lsa, u vaqt yana 100% ga chiqadi ekan. Ondan keyin u ondan bir haftadan keyin bo'lsa, 60% atrofida yodimiz turdi degan. Uni yog'icha bo'lsa, bir oy o'tgandan keyin tavallab 40% ga tushdi, yana bak voyaga yetgudek holati bo'lmaydi demakchi. Yashil siziq qaylig'aydigan bo'lib qolsak hamda biz uni o'rganib yoki bo'lmasa anglagandan keyin 10 minutdan keyin bir qatim takrorladik. Keyindan 24 soatdan keyin yana bir takrorlagan bo'ldik. Uning keyindan bo'lsa bir hafta o'tgandan yog'i yoki bo'lmasa 2-3 kun o'tgandan yog'i, 4-5 kun o'tgandan yog'i yana bir takrorlagan vaqtimizda bo'lsa, shu yana bir qatim 100% chiqib bu qaraydigan bo'lsanglar, bir oydan keyinmi 60% etrafında yadımızda turduğun bir halet şeklinde deydi. Hem de bu mu yanılam 60% boz bizge yetmeydi bu kallamda işçi etkendek tursu volta bu bir narsa deyilgan bo'lib qolsak, onun yana bir qatim bir aydan keyin yana bir takrorlasak, masalanchi, u vaqtda ondan keyin inshaalloh mangulik bo'lsa, ang unutib ketsak-mi bo'lsa, tunji qatim anglagandek holati 75%ninki asta tushib ketmagan holati turdi bu deydi. Ya'ni avion men degan o'xshamagan holatda keyinda 7 qatim takrorlagan vaqtida bu bizning oldi degan gap. Mushada masalan ma tadqiqot natijasini keltirib chiqibdi. Mesela remember deb bir belgisi qo'yapti. Bu shu qanchalik holatda kallamizni qoldirganligini shu bo'yicha bu shaklni qilib turibdi. Shuni takrorlashni aytib muhim ekan-ku. Bu bir narsani bir qatimlam qilib qo'ymay, cho'qim keyindan takrorlagan vaqtimizda ananiki haqiqiy holatda biz ishlata oladigan bir bilimga aylandi demoqchi-da. Lekin meni yana unutib qolgan bir masala chiqib qoldi. Xo'sh. O'rgandim, bu bir yangi bir usul ekan. Buni mana shu yana shu ingliz tili o'qituvchimiz o'rgatgan bo'ldi. Reflection deydi ekan. Bu reflection degan gap aslida biz aynakka qaragan bo'lsak, aynakdagi bizning shu aynakda ko'rgan bizning nimamiz, aksimiz bizningki reflection bo'luvchi. Bu asl so'zning ma'nosi shu. Lekin bu bir usul ekan. Buni reflection deb atabdi. Hozir chet elda şu ma'rif sistemasida qanday qilgan degan vaqtida bu usuldan foydalanish orqali o'quvchilar o'rgangan narsani o'rganib bo'lgandan keyin o kitobga qaramaydi. Masalan bizdan talab qildi hozir biz 5 oydan hozir biz so'zlik o'rgandik, xabar o'qidik, uni qildik, buni qildik, buni qildik. Hozir biz reflection qilinglar deydi. Bu degani sizlar 5 oydan hozir sizlar nimalarni o'rgandinglar, nimalarni his qildinglar, sizlarga qancha % o'zlashdi. Mesela qanchalik o'zgarish hosil qildi sizlarniki aslidagi oltin degandek bir yakunlash tariqasida shuna bir aslab chiqish usuli ekan bu. Bunda qilish orqali o'rganganlarni o'zlashtirishdi. Ashxil maqsadga yetgani bo'ldi ekan. Andan keyin yana bir xil usul bo'lsa, bayam deyishim kerakdi. O'rganganlarni boshqalarga o'rgatishmi eng yaxshi usul dedi. Buni men jiq bilib ketmaydi ekanman. Buni bir webinar deb qo'ydi ekan. Mana shu 10 yillik o'qituvchi ekan, ingliz tili o'qituvchisi ekan.
Şu adam diye vaqtida men yo'ldoshimga mushta desem, aş to'g'ri ashunda deyilgan gap bor deganda, menga nisbatan yangi gap ekan. U odam dediki, siz bir so'z o'rgangandan keyin shu bir so'zni birmi so'z bilmaydigan odamga o'rgatasiz deydi. İki so'z o'rgansangiz ikkini, yana bir yerdan birini biladigan odamga ikkinchisi qilib o'rgatasiz deydi. Ya'ni o'zingiz o'rganganni eng qisqa vaqt ichida boshqalarga o'rgatish orqali aş öyrənген nəslinizin özünüzə aylanıb, öyrəngen nəslinin özünüzünki olub ketişini qolğa keltirə alaysiz deb aş xil usulunu öyrətdi. Məsələn, oyladım da mənim yoldaşımı uzun məsələn dərs ötəyotudu. Demək, təkrar ötüləş jarayonida hammamizdə yaxşı bilgan adam, ötgan adam bo'ldi degan gapda bu. Bu bir xil usulkan. Ben bunu anlayan vaxtımda bek hayran qaldım. Bu ögütüşninki mi özüge nisbeten şunda açıq rolu bulamdığandı deb men bek burun oylap baxmaptı ekanman. Əməliyyatda bu tədqiqatlı isbatlanıb, yo uninki aytdı, yuqori önümünün bolduğanlığını ötəpdi. Şunağa bunu sınab baxsanlar boldu ekan qardaşlar. İngiliz kurs tavsiye qilsanglar debdi qanchamiz. Biz bir necha qitim degan, siz da normalda darsga to'liq qatnashmaydigan bo'lgach bilan siz xabarsiz qolgan o'xshaysiz. Biz bunaqa partiyaning ishchida-chi desa bir ingliz tili o'rganadigan holatda bir dars paydo qilsak bo'lamdiki deb shuni nim qildik. 5-6 qarindishimiz o'rganmoqchi bo'ldi, lekin yana bir yetarli holatda o'rganish bir shamili hosil qilinmaganligi uchun ham hozir sharoitimiz mos kelmaganligi uchun boshlayapmiz. Muşta qo'llab beraverishchi har tarafdan. Yoki o'rgansam deydigan qarindoshlarimiz bir to'liq olib, ma'lum bir sharoitimiz pishib yetilgan vaqtida biz o'zimizmi boshlasak, partiyaning ichida inglizcha bildiganlarni bor, o'rganmoqchi bo'layotganlarni bor bo'lgandan keyin unimi masalan o'zimizningki bir xizmat shaklida ilib borsak bo'ldi. Xo'sh, Shavkatjon mening fikrim bor deydi, uni anglaylik. Assalomu alaykum qarindoshlar. Alaykum assalom. Nihoyat yaxshi bir leksiya bo'ldi, foydali. Alloh razı olsun. Mushu to'g'riliq endi mening kallamga bir nima kelib qoldi endi men o'zimning ko'z qarashimni deb baqay deb o'yladim. Masalan, men shu vatandik chog'larini bir imtihonga tayyorlik qilish jarayonida masalan bugun unutganni bugun ko'rganni unutib qolib masalan damallıqı bək düşüngəndə his qılğan nəsini yəni bizimdəki unutub qalıb bir aydan ki yana görsəm yəni unutub qalıb deyəndə işlə olğandan ki bu nim əs tutuş bu nimində murakkab bir işni qanday qılıb əs tuta alaydigandımızda bir xil izniş boldu hesabda məndə. Şunu olan qarab nim qılıb baxsam bu əs tutuş ma'lum bir baldaq yetgandan keyin masalan o'zimizning bo'lib ketdi dedi qo'yatın. Shu o'zimizning bo'lib ketdi degandan keyin aş bir baldaq yetgandan keyin uning ismi ayrim bir ismi bo'ldi ekan. Shu ismini procedural memory moya conditional memory mashina bir ism bor ekan unga. Qanday qilib shu o'zimizni olib ketadigan shu nimaga yetkili bo'ldi desa, buning eng asosli nimasi takrorlash ekan. Masalan hozir men o'zimning telefon nomerimni mishada hozir ishtik desam, hammadan ismini tutib olamiz aniq. Damallık ismini tutmaz, lekin 5 minutdan keyin ya ayat so'sam uni bilmaymiz masalan. Bu bir xil as tutishning bir xil ibtidoiy shakli bo'ldi ekan. Lekin masalan hozirning o'zida masalan biz vatanda burun ishlatgan uyimizning telefon nomeri yo bo'lmasa chanxu nomeridan tortib balkim esimizda bo'lishi mumkin. Chunki u biz ayni vaqtda shu ishiltib, uni takror qilaverib, ma'lum bir bosqichga yetib, undan keyin o'zimizning aloqa mengu o'zimizdan bo'lgan as tutish degan bosqichga yetib bo'lgandan keyin u chanxu nomerini hozirmi esimizda tutamizda masalan uyimizning telefonida. Shunday bo'lgandan keyin bu takrorlash bo'ldi ekan. Cho'qim takrorlab bir bosqichga yetgandan keyin bu endi o'zimizning bo'lib ketadi. U chog'da uni unutish mumkin emas masalan. Faqat shu chaqqichi bo'lgan jarayonda buni to'g'ri tushunish orqali men nimanda unutib qolgandim bugun evasam yana unutib qoldim deb bir xil jarayonni to'g'ri tushunmaslik kelib chiqsa nima kelib chiqadi buning o'rganish
ehtimoliga bir xil ümidsizlik kelib chiqishi mumkin. Uning uchun mushu nimaning jarayonlarini tushunib olsak, tadrijiy mushuna taraqqiy qilib o'zimizning mangu o'zimizning olib ketadigan bir jarayon bo'lganligini tushunsak, sabrchanlik bilan shuni qayta takrorlab barsaklam, takrorlab ma'lum bir bosqichga, ma'lum bir songa yetgan chog'da u son har bir odamga nisbatan o'xshamaydigan bo'lishi mumkin. Masalan, bir odam 8-10 qatim ko'rsa esi tutib olish mumkin. Mana bir odam qayta 20-30 qatim ko'rsa esi tutish mumkin. Nimadan bo'lsin, ma'lum bir bosqichga yetgandan keyin u o'zimizning bilimiga aylanib ekan. Uning uchun takrorlashning soni eng muhim nuqta shu ekan endi mening his qilganim. Gapim tugadi. Allah razı olsun. Ma Nurhan kardeşimiz bir usulning gapini qilyapti. Uni agar xolisi desa, uni anglab baqsaq. Sen standarın deydi o'ylaqa. İlaqdan qamsa zincir yüzlük gidedi. Zincir kalendar deb. Kişinin olduğu da bu kalendardan çıqqaniga. Şu zincir aletde biz tutaş alet buludu o kalendarın şekli. Onu boyayımız hata belgisi bilan. Boyalgan vaqtida o zincir asılıcı o. Birken qilmagan ekan zincir yüzlük ketadi. Uni ko'rgandan keyin ko'ngil yerim bo'ladi. Men uzutib qoldim ma zincirni birken qilmay debchi. Unimi haqiqatan bek roli zo'r. Uni yangi ijod qilingan bir xil usul uni. Tamam. Ma'lum qalb degan qarindishimiz tudu deydigan bir appa deydi. Agar xolis shuni bir ovozliq tushuntirib desa, mana gapdi. Uni xohlagan qarindoshlar qo'llanib shu manfaatini ko'rsa. Mikrofoningizni ichga qilamsiz? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Tunji qatim kirgan o'xshaysiz, qaysi guruhdan siz? Ha, men Tunji apaqay deb kirgandim. Shu bak yaxshi narsani so'zlabsizlar. Shu men iliqi plan tuzish to'g'riliq deb bo'lgan ekan, men appni o'zim ishlatib, men ko'rgan appni tavsiya qilay deb shunga gap qilishimdi. Xo'sh. Mening deganim Todo degan app Microsoftning appi bekorliq. Undan keyin asosan men kompyuter bilan app ishlagan bo'lg'ashqa bu bek iliqi sizningki ishlaringizning hammasini sizga nim qilib turdi, eskartib turdi. Ondan keyin kashda sizga nimasini chiqardi, xulosini qaysi ishni qildingiz, qaysi ishni qilmadingiz. Şu analikin akşamı yine qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni aşağı qilib qo'ysiz. Masalan, ertesi yana nima ish qilsiz, bugun yakshanba masalan dushanba nima ish qilsiz, ashlarni yana yozsiz, yana kechda yana ashdan xulosa chiqardi. Analikin masalan ba'zi biz masalan amaliyalashtirib bo'lmaydigan planlarni tuzib qolamiz. Undaq planlarni andan mushuna jiq tuzigan siri Ondan onunki qanchalik vaqt amaliyashadiganligini, qanday amaliyashtirib bo'lganligini bilamiz. Shunga shu planni masalan bir kunda yoki bir oyda amaliyashtirib masalan, izdiga tushirib bo'lmaydigan ishlar bo'yicha. Shunga shunaqa plan tuzib qilgan vaqtida shunaqa deymiz, odat xarakterlik qilgan vaqtda anadikinde izdiga tushirib bo'ldi ishini. Shunga deb qo'yib yozishimdi. Allah razı olsun. Bu kim tavsiye qildi bugun koaliksiyani sizga? Nereden bu kadar topladınız? Ben özeyim. Tamam. Bo'ldi. Xo'sh, yana boshqa fikrlar o'tirib qo'yganlar bormi qardoshlar? Assalomu alaykum, mashqingizga qilay. Birinchidan shu Samira qarinchimizdan Alloh razı olsun. Nəhayət yaxşı, ixcham, obdan hesabda özünün əməliyyatını bizə tushuntirib berdi. Allah razı olsun. Mən bu həqiqətən qayıl oldum. Biz 5 ay bil oxuduq. 6-cı ilkəyə vaxtda mən salamətin yar verməy xizmətə çıxmay deb şunun bilan o topda var, lakin öyrənişlərə qatnaşamadım.
Samira qeyrinchimiz yani izchil davom qilib kelyotidi. Haqiqatan ilgirlash bo'ldi. Bu shu o'zining tirishchanligidan bo'ldi. Undan keyin ikkinchidan izchilligidan bo'ldi deyman. Har vaqt ish qilib eskartib bo'ldi qarindoshlarga. Shu o'rganishning zodi qaysi ishlarni qilamiz asosan plan tuzib o'qitish bilan bilinmangdi. Shuning bilan birga şu ustazlardan razı olsun, Allah razı olsun şulardan. Oğlanın yerimi Kanada'da, yerimi Amerika'da işte tabi haksız bizge ders ötü vaxtını çıkarıp özün işler şundan mühim bolsun mu? Bundan ay təsirlendim. Bunda asan emas hakikaten. Hesapta olanın hem de turum şeritim nayet tez işte turup yana şu Uygurlarım bir olsun bir ilim ilip müşne bir köpçülükке yetkizsin degan maqsadda qildi. Allah razı olsun. Andan keyin yana bir yetkizib qo'ydigan shuning bilan birga hamda onun ichida hesapda 100 necha odamdan 15imiz qoldik. 15imizning ichida 3imiz bor partiya a'zosidan. Samira, men, Nafisa hamda ash qarindoshlarimiz izchil tirishib keldi bu ikki qarindoshimiz. Hamda ko'pchilik yana tavsiya qilganimiz bo'lsa shu izchillikni hammamiz davomlashtirsak yaqin yag'izi partiya a'zolari haqiqatan tushkunlish bor. Yig'in qatnashchilar ahvolini ayt hamda bo'sh ozlar hamda shu Signal qarindoshimiz Eksan qarindoshimiz Allah razı olsun. Asası izchil to'liq qatnashib o'quvchilarni shunda nimamış qarindoshimiz bek yetaklab kelyotdi. Bo'lsa shuning bir moslashsak hamda hammamiz vatan bizningki vatan biz ozod qilmasak bizga hech kim ozod qilib bermaydi, mustaqil qilib bermaydi. Shunlashqamish o'rganishlarga to'liq qatnashib Samir qarindoshim bugungi shu leksiya berish maqsadmi qarindoshlarga bir aktiv energiya bo'lsin. O'rganishlarga to'liq qatnashsin deb o'zining amaliyatini tanishtirdi. Haqiqatda amaliyati bo'lgan ishlarni hammasi. Shunga qarindoshlarmi hamda biz boshqalarga qaraganda odatga odamga qaraganda bekrak endi necha tirish to'g'ri keldi. Birinchidan bizning o'ylaydigimiz vatan mustaqilligini o'ylaymiz birinchi o'rinni qo'ydim. Ikkinchidan cho'qim endi ilm o'rganmasak bo'lmaydi vatan borgandan keyin aldınqı hisob turdiganlar ham shu partiya a'zolari, undan boshqani bolalarimizni tarbiyalashga alohida ahamiyat bermasak bo'lmaydi. Shuning bilan birga ham vaqtimizni hozirda oz uxlashga cho'qim bir kuch chiqaraylik deb biroz hamda uyqu degan uxlag'ili bo'ladi. Qavrak kirsak menga uxlaymiz da qiyomat bo'lguncha. Shunlash ozroq uxlab bo'lsa jiqroq ugunib qisaqma yoshla bo'lapmi? Bekrak oldiroq mangsa alhamdulillah bizmi qiyramas endi inshaalloh bizning kirishimiz Şunlaşqamızla Samiradek bir qarindoshimiz jiqroq chiqsa bo'lapmi yoshlar. Qancha aktiv bo'lgan siri boshqalarga nayt endi ta'sir bo'ladi. Abiyatim dedi-ku, aktiv energiya bergan muhit maqlashish deb. Endi qancha qarindoshim aktiv bo'lsa, atrofdagi shuna ta'sir bo'ldi. Xuddaylik do'stim qavuz ishon qo'qtab endi Allah saqlasin ham deyilmi shu bugun aytgan leksiyada alhamdulillah qarsam qarindoshlar hali to'liq qatnashdi. Yaxshi oldu hazır keçtimi asasen 30 neçedim hazır 34 toptu mana alhamdulillah hala aktif qarindoshlar bo'lsa müşte izchillikni davomlashtirsak bu ondan keyin yana bir taklifim albatta qarindoshimiz kompyuterni gapini qildi bo'lsa bir vaqtida chiqsa azroq mush kompyuterdan bizga bir savod bergan bo'lsa biz chet elga chiqadigan 10 necha yillab ketdi vatan o'rgangan kompyuterlar asosan unutib ketib to'qiyaga chiqib o'rgangan taqdirdami unda sistemlik emas. Bu şu qarindoshimizning bir vaqti bo'lgan bo'lsa azroq haftada yo 2 haftada bir olamdi bir kompyuterdan biz azroq ta'lim bergan bo'lsa deyman o qarindoshimiz nima deydiki hammadan Allah razı olsun bularning Samira qarindoshimizdan tekrar Allah razı olsun rahmat. Ama kompyuterdan o'shancha bir qarindoshimizningki kim ekanligini bilmadim men, kimga deyilganini. Ebiyatdan kirgan qalb degan savodishimiz nima qarindoshimizga. Tamam. Mayli o'zi bilan bir deyishib baqsak agar shuna bir imkoniyat bo'lib qolsa. Avvalqatda o'rlashtiramiz bo'ladi debdi o'zini. Mayli, ishta qilaylik qarindoshlar. Boshqa muhim o'tirib qo'ygan gibi bor qarindoshlar bormi?
yo'qolib qolib qolsa, bugungi leksiya mushayichi bo'lsin, qarindoshlar. Semira qarindishimizdan Alloh razı olsun, Alloh ijrini bersin. Boshqa qarindoshlarga rahmat. Allohga emanet etsin.